Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Qaranglar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 metrga 4 metr garaj, atapleniya issiq turibdi. Nimaga bunaqa atapleniya yoqib qo'ydi deyshayotgan bo'lsangiz, qaranglar. Behuda gaz sarflayapti deb o'ylasam, aslida bu akalarimiz elektron darvoza qo'yishgan. Elektron darvozani afzallik qulaylik tarafi temirdan ko'ra ichkarida issiqni tashqariga o'tkazmas ekan. Ya'ni atapleniya turib yonib turibdi, mashina issiq holatda turar ekan. Aka, buni endi siri nimadan bunaqa qilib issiqlikni tashqariga o'tkazmaslik? Bular mahsulotimiz toza turetskiy bo'lib, issiq, sovuq, chang, umuman ovozni ham aqa-baqa chiqazmaydi. Utuplenniy bo'ladi. Utuplenniy bo'ladi. Yana bitta ma'lumotni aytib o'taman. Bittadan like bosib berishlariga arziydi. Shu darvozani o'rnatib berilganiga 6 yil bo'libdi aka. 6 yildan oshgan. Uyda egasi hozir aytdi, mana pultlar ham o'sha 6 yil oldingi pultlardan, hozir boshqacha bo'lib ketgan. Hozir zamonaviy boshqacha bo'lib ketgan ekan, lekin 6 yil oldin o'rnatib berishga ko'rib turganlarning hech qanaqa defektsiz. Eng qizig'i yana bittasini aytaman, shuni mashina urib yuborgan desam, bunimi? Ko'pchilik aytgan, xuddi mana shu mashinada bir marta kelib ehtiyotsizlik oqibatida urib yuborilgan temir darvozadan zo'rligi. Olasiz, listini almashtirasiz, kraska qilasiz, bir qancha muddat vaqt ketadi-da. Buni o'sha pajaq bo'lganda o'zini sug'urasiz. O'zi liniyalarni qo'yib qo'yib. Qaysini desam stop bera olmasdi, qaysida pajaq bo'lgan. Yo'q, to'g'ri, bilingan yo'qda aka hozir. Umuman zavodskiy holatda olib kelasiz, vaqt yo'qotmaysiz. 6 yil bo'lganga ham o'xshamaydi. To'g'ri, chang bo'ladi, kir bo'lishi mumkin. Mana hozir mana bitta faizli mahallaga kelganmiz, ko'rib turganlaringiz, batta polni temir, tunuka darvozalar, lekin temir darvozada, misol mana temir darvozalar 2013-yilda bu temir darvoza sohasida 24 yildan oshiq shuni ichidamizda. O'zimiz usta odam farzandlarimiz undan keyin mana avtomatika chiqishni boshlagandan avtomatikani ham temir darvoza ham qilamiz. Bularni 2013da o'rnatib berganmiz, ikkita darvoza. Ba'zi ikkita darvozani ham o'zlari o'rnatib bergansizlar. Keyin zamonaviylashib, yangiligi chiqdi. Bu garajga avtomatika o'rnatamiz deb taklif bildirib o'rnatganmiz. Endi aka, uyda darvozasini o'rniga emas, mana shunaqa qo'shimcha garaji bor, aka. Yo bo'lsam, nima deydi, dachasi bor odamlarga elektron darvoza, keyin davlatchida ishlaydigan, uyida odam kam insonlarga olib beradigan bo'lsangiz, bemalol hech kim bez taqmasa 8 tagacha pulti bo'ladi. Undan ham tashqari yana mana hozir darvoza o'rnatsak, ochamiz desak, xalaqit qiladi. Mashinani o'chib yopib bo'lmaydi darvoza o'rnatsa. O'shanga ham zo'rda bu. Aptekachilar ko'rishgan bo'lsa, dorixonalarga sesga ham javob beradi. Hozir nerga darvozalarni sug'urtirib, mashina o'rnating deyapti. Sababi shumni ham issiq sovuq, havoni ham bir xil destek beradi. Yo'q, issiq sovuqni haqiqatdan mana garajning ichkarisi issiq turibdi. Shu 2 dona atapleniya isitib beryapti ekan. Aka, 6 yil bo'libdi. 6 yil. Endi hozirgi paytda adashmasam eng arzoni $900 $900 boshlanadi komplektatsiyasiga qarab. Misol uchun boya aytib o'tganimdek radio blogi, korpa mana zavodskoyga bir uzoq xizmat qiladi-da. Hammasi zavodskoy bo'lgan. Hamma yo'q. O'shan qarab narx o'zgarib bor. Misol 3x3 razmerdagini $1150 ham bor, $900 ham bor. Bu stal varianti, alyumin varianti bor, ozgincha arzon yuradi. Alyuminni ham hamma narsasini toza qilib bering desangiz, uni ham haliga qimmatroq qilib bizga murojaat qilsa, mana variantlarni tashab beramiz. Mana bu $900, misol $1000, $1150, xuddi shuni Xitoy varianti ham bor. Xitoyni ham tashab beramiz. Tashab berilaveradi. Narxiga qarab. Bu 6 yil bo'libdi. Yaqinda o'rnatganim bor, 1 yil bo'ldi. Endi biz eski o'rnatilganlar, yangilari biz chidamlimi, bir vaqt o'tgan sari buzilmaydi deganlar uchun yana bitta joyga o'rnatdim deysiz. Ashtamda ko'rsataylik o'zi. Ko'rsatib o'tamiz. Afsonalar, hamma bilgan afsonalar vodiysini shunday orqa tomoniga doktor akamizga o'rnatib berganmiz. Xo'p, akalar, mana navbatdagi joyga ham kelib oldik. U 6 yil bo'lgan bo'lsa, bunisiga 1 yil bo'libdi o'rnatilganiga. Ko'rib turganlar bitta pulti yordamida shunday ishlayapti. Endi buni bunaqa qilib ishlashida, tez ishlashida eng asosiysi shukurlarga aytayaptilarki, mana shu miyada gap katta deyaptilar. To'g'rimi aka? Originali bilan prostoylarning farqini bilib olish kerak. Hali yana ishxonada buni 3-4 xili bor. Endi qo'limizga siqqanicha oldik. Hop. Mana o'zi original hisoblanadi. Bu original hisoblanadi. Mana pultini ham mana qo'lingizda bo'lsa solishtirsangiz, mana prostoy mana. Uni farqini ham bilib olish kerak. Keyingi zo'r tomoni buni fishkasi. Mana buni nimasi kalta bo'ladi, orqasi chiqmaydi. Arzon birga bir variantida. Bo'lmasa bunday qilaylik. Aka, menga bitta ko'rsatib, yerda bitta ko'rsatib bering, asosiysi miyada bo'lsa. Endi narxida ham gap o'ynaydi-da, to'g'rimi? To'g'ri, mana u narsalar servisda ham anchaga, misol bo'shida arzonga misol buni $900 ga o'rnatishlik ham mumkin. $900 ga o'rnatasiz. Qachondir misol haliku ichqayda ish ko'rsatgani yo'q-ku.
bundan o'rnatsangiz, ish ko'rsatsa servis qilaman desangiz, usti haqqiga pul ketadi. Olib kelasiz buni komplekt tagidan almashtirish kerak. Originali zo'rligi mana bitta harakat bilan mana oldik-a mana. Shunday qilib ularga ko'rsatib qo'yamiz. Mana bu yerdan mana bitta sug'uramiz mana. Yani ularda chiqmaydi. Bular o'zi zavodskiy rozyetka. Oddiy shtekirdaqa shunday almashtirib qo'yasiz mana. Mana buni qo'yasiz mana. Bitta mana buni suqib qo'yasiz. Ishlayveradi bu. Mana ishlaydi. Umuman boshqa narsani qo'ydik. Yo'q pultni uni mana unga kirgizib beriladi mana. Komplektida bo'ladi. Ha, o'zini komplekti boshqa pul beriladi. Mana ishlaydi mana. Buni o'zini ham ishlat mana bering. Yana bitta eng zo'r life hack ulash. Buni 8 tagacha bemalol pul to'laysiz. Bu pult manuniki. Endi buni ulash qarab turib mana. Mana yonini bitta bosamiz. Ko'k yondi. Endi o'tdani bitta bosamiz, stop bo'ladi. Ko'k stop turibdi. Tevani bitta bo'lsa shunaqa qilsa ishlaydi. Tezda ulanadi. Mana bulardan ko'ra osonligi zo'r mana bu narsalarda hamma narsasi zo'r. Bemalol ulab 8 tagacha yana qo'shimcha pult kerak desa biz buni pochta qilib chiqazib yuboraylik. Bo'rib ulashimiz ham shart emas. Shunday yonidan hamma narsasi oson. Mana yonini bosishadi. O'tdan xolos videoingizni tushuntirib ham beraverasiz. Tushuntirib ham juda oson va sodda. Bitta mutaxassis obor egaligi qancha palon pul rasxod qil, unaqa narsa yo'q. Jo'natib berishadi. Endi hozir bitta shunda aka qancha razitsa o'ynaydi pulida? 45-50 dollargacha. 45-50 dollargacha razitsa o'ynaydi. Lekin sifatligini mana ko'ryapsizlar, oladigan bo'lsalaring tezda ishlayim bitadi. Misol uchun mana shu 3x3 avtomatika darvoza, oddiysi aytdimki 3x3 900 dollarligi bor. Mana bu komplektida bo'lsa, radio mana nima korpuslari ham prostoydan bo'ladi. Hozir mana shu o'rnaga 1150 dollarga chiqadi. Mana bu radio blogi ham zavodskiy, ani korpu ham e'tibor bergan bo'lsangiz strechli. Buni hozir hali bizda o'shqa tusha olmadi. O'zimizni tomda chiqitgan tunkadan, atsinkovkadan bukib turib bundoq qo'yib qo'ysa ham bo'ladi-da uni. Bu ular toza element bo'ladi mana ular. Bu alyumin element strech qilingan. Buni 1 metr 35 dollargacha. Uni ponna korpini 200 ming so'mga tayyorlasa bo'ladi. 1 metrdan ham arzon tushadi. Bu 3 metrimiz palon pul bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. O'shaning hisobiga bizga full paketi yoki arzonrog'i ham bo'laveradi desa, unga qarab narxini, ya'ni talabiga qarab aka arzonroq ham chiqadi. Hozir bunimiz qanchaga tushgan aka? Bu avtomatikani o'zi 1150 dollar. 1150 dollarga bu adashmasam qanaqa xususiy klinikani o'zimiz mana hamma bilgan afsonalar bog'ini orqa tomonidagi o'sha klinikani orqa tomon akamizni hovlilariga o'rnatib bergan. Ya'ni o'sha mashina kirib chiqishiga mana 1 yildan beri ishlatyapti. To'g'ri, chayinlik e'tibor bermaysizlar, chunki bexosdan kelib qoldik. Bexosdan kirib qoldik. Sizlarga mana 6 yilligini ko'rdilar, 1 yillik mana 1 yil oldingini, 1 yil oldin o'rnatib bergan ekan. Endi videodan keyin buni ishlab chiqarish sexini ko'rsatib bersak aka, xudo xohlasa. Bemalol aloqa chiqsalar ko'rib turganlaringdek, arzon desa arzonni, qimmat desalar qimmatini yasa beraveradi. Hamma nima variantlardan. Variantlar bor. Xo'p, mana ishlab chiqarish sexiga ham kelib olganmiz. Ko'rib turganlaringdek, hozir aka qatga chiqib ketyapti yuk? Ha, mana shu. Ash bilan yondagisi. Yukimiz qachib ketyapti aka. Mana ish jarayonining ustida kelib qoldi. Bittasi Gulistonga, keyingisi Jizzaxga. Gulistonga, Jizzaxga. 3 dan 2 ta chiqazib yuboryapmiz mana. 3 ta. Ikkitasi ham 1250 dollardan o'rnatib berishga olganmiz. Bunisini ham, bunisini ham. Dastavka ham ichida. Dastavkasi o'rnatib berish. Dastavka ustanovkalari ichida 1250 dan. Ha. Bu orasidagi materiallar mana pena bo'ladi. Pena bo'ladi. Ayol holati yig'ilgan. Miyalari originalmi aka buni ham? Hammasi o'sha originaldan bo'ladi. Mana ko'rib olsa bo'ladi. Mana yuklab berganmiz. Mana radio blok mana ichida bo'ladi. Mana o'sha zavodskoydan berganmiz. Zavodskoydan. Agarda haligi bundoq bo'laveradi, arzonroq deysa, arzonroq qilib nima qilsa radio bloklarni prostoy qilib arzonroqdan arzonroq qilsa ham bo'ladi. Ichkarida bo'lsa bitta ko'rsatib beraylik. Bu mana bu ikkita joyda garajdagi o'sha eng tezi necha sekundda ochilib yopiladi shukurlar aka? Bular o'zi turetskiylar 32 sekunddan 38 sekundgacha. Xo'p, mana 8 sekund deylarimiz bor. Bu 8 sekundli aka. Ha, bular Xitoy varianti 8 sekundda to'liq ochiladi bular. Ichkarida hozir prototiplarimiz bormi aka ichkarida? Bu yerda mana ponna nimalarda obrazes qo'yib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Agarda mana shu atrofdagilar kelishsa, hamma mana radio blokni turlari mana o'sha oldingi arzonroq varianti, o'rtacha varianti, mana eng arzon varianti, mana bu o'sha ko'rsatib o'tgan eng original varianti. Original varianti mana pultlarimizdan obrazes, mana mahsulotlarimizdan obrazes mana.
Endi yana bitta nimasi hozir kalitkalarga sensorli nima ham ishlab chiqaramiz. Mana отпечаткаga ochadigan mana Ruchkalar. ruchkalar mana. Kartaga, nimaga, hammasiga ochaveradi. Bularni misol uchun mana hozirgi kunda zakazga mana akfalarga tushadigan, ixchamroq bo'ladi, akfaga tushadigan. Ya'ni eng so'nggi rusumdagi dorilarga Barcha zamonaviy avtomatika narsalar mana misol uchun peregolarimiz bor mana. Peregola hozirgi kunda mana terrasalar bo'lyapti-ku, rosa trendga chiqyapti terrasalarga. Mana uy oldi qismiga mana markizalar, avtomat ochilib yopiladigan. hammasi avtomatika bo'ladi. Endi mana uyga endi temir darvoza ishxonalarga bo'lsa yonga suriladi. Davlat tashkilotlari o'zlari avtomatik pulta eshik ochib yopadigan. Ochib Ya'ni yopadigan. avtomat sohasida mana nima bo'lsa-ki, mana ko'rib turganlaringiz, barchasi qilinadi. Hamma narsasi bor. Hamma narsa qilinadi. Pastda nomer qoldiramiz. Aka, manzil qayerda Shukurlar aka? Manzil Namangan shahar, G'uncha MFE, mana 85-maktab ro'parasi mana. 85-maktabdan shu o'tganlaringda chap qo'lda mana yo'lda bo'yida. Hamma darvozadan abrezes qilib, mana o'zimizga ham o'rnatib, mana turetskiylarni o'zimizga o'rnatib qo'yganmiz. Bularga mana 3 yildan o'tdi, unisiga 2 yildan o'tdi o'rnatganimizga. Ko'rganingizda ideal holatda ishlab turibdi. Seksiyonning ichida misol yonida kalitkaga iloji yo'q desalar, u ichida kalitkasi bor turibdi. Ichida kalitkasi bordan ham qo'yib beramiz. Bo'ldi. Bo'lsam aka, pastda nomer qoldiramiz Shukurlar aka. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' salomat bo'ling aka. Salomat bo'ling.